Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana shu go'zal xonim efendimiz Farg'onadan ketdi. Yuzlariga biz o'sha mashhur aktriska kokteylimizni olganlar. Hozir mana ko'rib turganinglardek, nasa gubka, nasa slyoska, brilla hammasi birdaniga ko'tariladi. Mana aktriska kokteylda og'riq bormi deganlar. Biz ishlarimizda ozmoz og'riq bu normal holat. Lekin mana og'riq kuchli emasmi? Yo'q, bilmayapti. Shunaqa kanyulada qilamiz, kanyulamizda yengil yuradi. Do postlarini qo'yib beramiz qizlar. Mana bir tarafini qildik. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qilinmagan taraflari bular. Bu taraflari bo'ldi. Mana brilla ketdi. Nasagubka to'ldi. Bu taraflari mana osilib turgan taraf ko'rinib turibdi. Endi bu yog'iga qilib beramiz. Hech qo'rqadigan narsa yo'q. Qancha o'zgarish. O'zlari xohlagandek skolari chiqdi, ko'tarildi. Yoqdimi o'zingizga qarang? Juda ham yoqdi. Rosa ham qo'lingiz yengil. Umuman bilinmadi. Og'riqsiz. Shunaqa go'zal yosh bo'lib yuravering. Rahmat. Yoshlarimni aytsam, to'g'risi ishonmaysizlar, o'shancha aytmayman. Mana hech qanaqa foto effekt, Photoshop yo'q. 20 mingdagi holatda hali bu yuzingiz terida ishlaydi. 10-15 kundan keyin yana boshqa holatga keladi. Yuzingizda 1 yilgacha o'lgan hujayralarni yangilashda juda ham katta yordam beradi. Men yana bir marta olishingizni o'rtada tavsiya beraman. Yana ham yuzingiz chiroyli, tarang bo'lib turishi uchun. Rahmat, qo'llaringizlar ko'rmasin. Gap yo'q. O'zingizga Juda ham yoqdi, zo'r gap yo'q. Rahmat, sog' va hamisha shunaqa go'zal bo'lib yuravering. Aytganingiz kelsin.